Aziz yurtdoshlar, Jon Do'ros kanalining hurmatli obunachilari, xudo xolasa bugungi yangi videolarimiz Qorako'l mol bozoridan munosib narxlarni chiqarib boramiz. Bugungi sanamiz 7-iyun, haftaning yakshanba kuni 2026-yilga. Xo'p, Qorako'l bozoridagi bugungi kundagi munosib narx-navolarni chiqarib boramiz. Videomiz yoqsa, albatta bittadan like bosib, xo'p, obuna bo'lib qo'yish eslaringizdan chiqmasin. Birinchi yana xunojinlarimiz tog'asonligim. Ishlaysiz, yaxshimi? Yaxshi rusmi? Nech pul deb tog'a bularni? 13 deyaptilar, mana ko'ringlar. Xolasa bozor so'radim tog'ajon? Yo'q, endi keldik. Mana hozir endi kelibdilar, 13 deyaptilar. Xolasa narx-navolarni sunnatiga bir nima aytib beramiz, a? Rankashdi. So'raganlar uchun yana sunnatiga bir nima aytib beramiz. Telefon nomer qo'yasizmi tog'a? Telefondan Zafar telefondan menga. Qo'yamsizmi? Ikkalasi bitta nomer qo'yamiz menga. Musun qancha deyapsiz? 13 aytilishi 13 deyaptilar. Albatta ikkalasini bir joyga kelishtirib berasizmi aka? Ikkalasini bir joyga narx-navolarni albatta kelishtirib beraman deyaptilar. Ko'ringlar mana. Nomer qoldirasizmi akajon? 94lik. 322 97 94. Arentirimiz Qorako'lmi aka? Qorako'l. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Narx-navolarni kelishtirib beradilar, xudo xolasa. Bozor davom ettiramiz. Agam yaxshimisiz? Sog'lik. Ishlaysiz, yaxshimi? Nech pul deyapsiz aka bularni? Ikkalasi bir joyga 30 million deyapti. Ikkalasi bir joyga. Xohlasa ko'ringlar mana. 30 deyaptilar. Bozor so'radimi akam? 27 bozor ikkalasini bir joyga 27 million so'rayapti mana. Ko'ringlar, xohlasa bularni bir joyga aka oxirgi narx qanchaga qilib berasiz? Sunnatiga o'tib. 29 ga beraman deyaptilar mana. Ikkalasini bir joyga. Arentir Qorako'lmagan. Nomerlarni qoldirasizmi? Yo'q, nomerlar shatmas. Shöyle sotib ketaman deyaptilar. Ko'ringlar mana. Ikkalasini 29 ga mana. Xohlasa obzorlarimizni davom ettiramiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. To'g'ri, yaxshimisiz? Sog'lik. Ishlaysiz, yaxshimi? Nechta deyapsiz tog'a buni? 15 deyapman, 15. 15 deyapsiz, ha? Bozor so'radimi tog'ajon? So'rab 12 so'rab. Bozor 12 so'rab turgan ekan mana. Ko'ringlar. Xohlasa bozor 12 so'rayapti. Nech pulga beraman deyapsiz tog'a oxirgi narx? Buni oxirgi narx qancha beraman deysiz? 13 dan oshsa beraman. 13 ga bir nima qo'shilsa beraman deyaptilar. Nomer qoldirasizmi tog'ajon? Nomer qo'ysangiz aloqaga chiqadilar. 99lik. 062 69 nomerlarga aloqaga chiqadilar. Shokir akamiz bemalol aloqaga chiqaringlar. Xudo xolasa narx-navolarni chiroyli qilib beradilar akamiz. Obzorlarni davom ettiramiz. Akam yaxshimisiz? Sog'lik. Ishlaysiz, yaxshimi? Nech pul deyapsiz aka? 15 million. Ikkalasi 15 milliondanmi? Bunisi 16 million. Bozor so'radimi aka? Bozor xudo xolasa hali endi kelgan ekanlar. Ko'ringlar mana. Ikkalasini aka bir joyga qanchaga berasizlar? 15 ta. Ko'ringlar. Egar akam, ikkalasi bir joyga qancha berasiz sog'lik? 28 bo'lsa beradi. 28 bo'lsa beradilar uni ikkalasini bir joyga. Ko'ringlar xudo xolasa. Nomer qo'yasizmi aka? Xudo shu yerda sotib ketaman deyaptilar, ikkalasini bir joyga mana. Ko'ringlar. Bugungi kundagi narx-navolarni sizlarga chiqarib borishga davom ettiramiz. Videolarimiz yoqsa bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, obzorlarni sog'ligim to'g'ri yaxshisiz, ishlaysiz yaxshi. Nech pul deb sog' bularni? 15-17 deyapti. Bozor so'radimi? Yo'q, endi keldi. Hozir kelgan ekanlar. 15-17 dan ikkalasini bir joyga nech pul qilib berasiz aka oxiri? 31 a? Yana o'tib beradilar mana. 31 deyaptilar, ikkalasi bir joyga. Yana narx-navolarni o'tib beraman deyaptilar, ko'ringlar mana. Beradilar. Nomer qoldirasizmi aka? Yo'q. Shu yerda sotib ketaman deyaptilar, xudo xolasa. Nasib bo'lsa mana ko'ringlar. Bugungi kundagi narx-navolar. Xo'p, obzorlarimizda. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ishlaysiz. Nech pul deyapsiz aka? 18. Ko'ringlar mana 18 deyaptilar. Bozor so'radimi akajon? Nech pulga so'rayapti hozir? 16 so'rayapti. Bozor o'zlari 18 deyaptilar. Oxirgi narx qancha bermoqsiz aka? 17 bo'lsa beraman deyaptilar. Ko'ringlar mana. Xohlasa. Nomer qoldirasizmi aka? Yo'q. Shu yerda sotib ketaman deyaptilar. Xohlasa mana. Bitta olib chiqqanlar, chiroyli qilib. Tog'a sog'ligim. Ishlaysiz, yaxshimi? Nech pul deyapsiz tog'ajon? 13. 13 deyaptilar mana. Keyingi ilojimizni. Xo'p. Bozor qancha so'rayapti aka? 11,5. 11,5 so'rayapti bozor. Mana, ko'ringlar. Nech pul berasiz aka oxiri?
12 o'ta beramiz. 12 bo'lsa beraman deyaptilar. Ko'ringlar mana, to'g'risi. Nomer qoldirasizmi aka? 94lik. 94lik. 02 02 88 21 nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar bemalol. To'g'risi. Qorako'llarimiz aka kelishtirib beradilar akamiz, bemalol aloqaga chiqaveringlar. Xo'p. Mana obzorlarimizni bemalol ko'rib borasizlar. Mana bu to'talgan chiqargan ekanlar. Qo'la yaxshisi, assalomu alaykum. Hamma yo'llarim bor. Ko'ringlar mana. Sochda mana bu yerda chiroyli bor ekan. Aka yaxshisi, assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz aka buni? Sağ yaxshisi, assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz hojam? 12,5 deyapti. Mana bozor so'radimi? Endi kelingizdan. Mana ko'ringlar. Oxirgi narx qancha bermoqsiz aka? 11,5 bo'lsa, mana baraka qiladi deyapti. Ko'ringlar, xohlasa. Nomer qoldirasizmi akajon? Shöyle sotib ketaman deyaptilar. Barakasini bersin Allohim. Xo'p, obzorlarni davom ettiramiz. Xo'p, mana. To'liq chiqqan ekanlarimiz. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ishlaysiz yaxshimi? Nech pul deyapsiz aka? 12,5 dan aka aytiladi. 12,5 dan aytilyapti mana. Bozor so'radimi aka? Har kim orqali so'rayapti. Qancha so'rayapti hozir bozor? 11 so'ralyapti aka. 11 so'ralyapti mana. Ikkalasidan bitta joyga nech pulga berasiz? Ikkalasi bir joyga 23 bo'lsa ketadi aka. Mana 23 bo'lsa ikkalasini bir joyga baraka qilinadi deyaptilar. Ko'ringlar mana. Ulardan sifatlarni, qo'llarimizni. Nomer qoldirasizmi akajon? Yo'q. Şöyle sotib ketaman deyaptilar, xudo xolasa. Mana ko'ringlar bugungi kundagi narxlarni barakangiz bersin akam. Xo'p, yo'qlar mana qo'ragan. Aka yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Nech pul deyapsiz aka? 13,5 deyapsiz? Mana ko'ringlar 13,5 deyaptilar. Buni bozor so'radimi akam? Bozor 12 deyapti mana. Nech pulga berasiz aka oxiri? 13 bo'lsa beraman deyaptilar. Ko'ringlar mana. Aramizda sho'rgu beradilar, narxlarni albatta. Xo'p, nomer qoldirasizmi aka? Sizga sotib ketaman deyaptilar. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Ishlaysiz yaxshimi? Nech puldan deyapsiz ularni? Narxlarni bilasizmi? Abi ikkalasi 11dan, uchalasi 11dan 8,5. 8,5 deyapti mana. Bozor so'radimi endi kelingizdan hali? So'ra. Bozor so'rab qanchadan so'rayapti bularni? So'raganlari? So'ringlar 9 so'ra. 9 so'rayapti. Bitta joyga buni 4 top chiqasiz-a? Bir joyga nech pulga to'g'ri keladi bular? Kelishtirib beramiz-a qo'ldan kelgancha. Kelishtirib beramiz. Nomer qoldirasizmi aka? Shöyle sotib ketaman deyaptilar. Ko'ringlar mana. Bugungi kundagi narxdan Alloh xohlasa. Buni o'zinglar mana. Bu yoq endi bu qalani obzor ketadi.